Hürmetlik vatandaş, endigi gap çisla bugün çislaga 2022 yıl 2022 yıl 9. ayının 8. günü endi siz bilen muhakeme vaziyetdeyle avval aytib qo'yay hozir kayfiyatim yaxshi emas, hali Uyg'ur qizimizning meni qutuldiringlar deb tovlab yig'ilgandan keyin anglab lazım. Bir saatlik bo'ldi, kayfiyatim yaxshi emas vatandaşım. Şuna men bugun so'zlamoqchi bo'lgan muhokimalarimni to'liq so'zlayolmasligi mumkin. Buna da qisqacha siz bugungi diqqat qiladiganingiz. Reis Xi Jinping qurultayga qatnashadi, qurultayga qatnashmaydi degan masala bo'yicha tunugunlardan Shangang 01 gazeti o'xshashli hozir Reis Xi Jinpingning vazifasi nima bo'lsa, qurultayda yana shu vazifaga o'ltirdi dedi. Bu to'g'ri masalaga tunugun dedim, hem Amerika ovozi O'rta Osiyoga bordiganligi, Qozog'iston bilan ko'rishadiganligi to'g'ri so'zlashdi. Undan keyin bugun ham Rossiyaning prezidenti o'zi o'tirg'i chiqib, tunugunlarda Vladivostokda Dunyo Sharq iqtisod munbirida men yaqinda mushu hafta ichida Reis Xi Jinping bilan ko'rishaman dedi. Siz o'zingiz o'ylab boqing, men demayli qo'yay, siz o'zingiz o'ylab boqing, Reis Xi Jinping bilan Vladimir Putin nima to'g'rida ko'rishdi? Ben aldığım kuni dedim, hürmetlik vatandaşım, Rossiyaga Jungo'nun yordam berishi ve Ukrayna meselesi bo'yicha Rossiya bilan Jungo'nun inoq apaq-chapaq bo'lib ketishi, biri-birini qo'llashi, oshkora va yoshirin holda qo'llayman deyishi bu yo'l tuyuq yo'l. Bu yo'l itildi. Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb dunyosi seni mushu kunda Ukrayna urushini qilayotgan Vladimir Putin bilan ana shunday apaq-chapaq va yaqin eg'iz burun yolishadigan darajaga kelishim bu mumkin emas. Bo'ldimi, vatandaşım? Bu mümkün emas. Ondaqda hozir boshda biz nima dedik? Siz angladingiz. Jenimi kep, jenim kamli kirib qoldi og'zimga. Yuqorida so'zildi, siz angladingiz vatandaşlar. Rossiya taraf deydi dal hozir bu ishki rahbarning jiddiy o'tkazadigan suhbati nima suhbat? Siz savol qo'ying, men sizga savol qo'ydim, siz savol qo'ying. Reis Xi Jinping bilan Vladimir Putin o'ttirisi o'tkazilgan jiddiy suhbat nima suhbat? İkincisi pishib bitilgan suhbat. Bu katta gap, ajoyib qo'yilgan gap ekan bu. Demak, so'zlish bo'ldik, deyish bo'ldik, maqsadni oydinlashtirib bo'ldik, qandoq bir taraf qilishni qaror qilib bo'ldik, putishib bo'ldik. Sizga ayon bo'ldi hamma ish, menga ayon bo'ldi hamma ish. Endilikte faqatla qachon boshlaymiz? Amaliy harakatni qo'l solib qachon boshlaymiz? Mushuning qoldi, shuning uchun pishib yetilgan suhbatni o'rlashtiryapti. Hem jiddiy suhbat, hem pishib yetilgan suhbatni o'rlashtiryapti. Demak, biz boshda aytdik, Amerika Qo'shma Shtatlar G'arb dunyosi Rossiya Jungo'ning apaq-chapaq bo'lib ketishini urush boshlangan 2-oyning 24-kundan hozirgacha cheklab keldi. Undaqda ikki davlatning o'rtasida zada nima masala bor? O'ylab ko'ring vatandosh. Hozir dunyoda vaziyat yaratgan 8-oyning 31-kunidagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komissari valisi Barchilat xonimning Uyg'urning kishilik huquq ahvoli to'g'risida tayyorlagan doklatining dunyoga e'lon qilinishi men boshda aytdim. Siz bugun jinoyatchisiz. Xalqaro jamiyat oldi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oldi jinoyatchisiz. Mashimroy apandi va boshqa Jungo rahbarlar jinoyatchisiz. Mushunday ahvol ostida siz bugun yani şunun o'xshashi Uyg'uristonga munosabatlik. Men boshdan oxir deb kelyapman. Sizlarga to'liq tushuntirishga men fursat bo'lmadi. Men dedim, bu Uyg'uriston masalasi Ross bilan Xitoy o'rtasidagi masala. Çar Rossiya davridan tortib toki Lenin, Stalin davrigacha, toki prezident Vladimir Putin davrigacha
Uyg'uriston masalasi Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi masala. Biz Amerika xalqining axloqiga murojaat qildik. Bu masalani hal qilib bering. Bu masalaning hal bo'lishiga yordam qiling Amerika xalqi dedik. Asli masala Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi masala. Uyg'ur masalasi. Endi shunday ahvolda tarix shukan bugun kiryalliqcha. Masalan, boshqani qo'yib turaylik. 8-oyning 31-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti dunyoga shunday e'lon qilgan ekan va dunyoga ham shunday chaqiriq qilgan ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kotibi Guterres nima dedi? Ijro qiling burundagi takliflarga qo'shiling. Taklif bo'yicha ijro qiling deb Jungoga chaqiriq qildi. Xuddi shuning o'xshashli Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Antony Blinken chaqiriq qildi. Siz mushu dokladda o'tirib qo'yilgan Uyg'urlarning kishilik huquqi to'g'risidagi dokladning talablari va takliflari bo'yicha ijro qilasiz, darhol to'xtating. Uyg'urlarni qirg'in qilishni darhol to'xtating. Nazarband qilishni darhol to'xtating. Bostirishni darhol to'xtating. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar katibi Antony Blinken, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti katibi Antonio Guterres. Mushu rahbarlar allaqachon bu talabni Jungoning o'ttirisiga shunda Jungoning oldiga qo'ydi. Dunyo jamoatchiligining oldiga qo'ydi. Bu demak bugun Rossiyalik Vladimir Putin prezident bilan Reis Xi Jinpingning o'rtasida pishib yetilgan suhbat mavzusi. Pishib yetilgan suhbat mavzusi bo'lib qoldi davrim. Va yoki jiddiy so'zlashadigan masala bo'lib qoldi davrim vatandoshi. Birinchi ehtimollikni yo'q chiqardik. Rossiya bilan apaq-chapaq bo'lolmaysa, bu mumkin emas tugadi. Undaqdan jiddiy masala nima? Dal men davatgan masala. Men davatgan masala nima? 8-oyning 31-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Kishilik huquq komiteti Uyg'urlarning yaqinqi kishilik huquqi ahvoli to'g'risida e'lon qilgan doklad. Mushundaq so'zlash ondan Qozog'istonga keldi. Qozog'iston bilan so'zlashdi vatandoshlar. Bu yerda Qozog'iston bilan so'zlashishdan biz ikki xil ehtimolligini sizlarga tahlil qilib berib bo'ldik. Ya'ni uchinchi xil bir tarafi bor. Vatandoshlar so'zlashadigan, so'zlaydigan, ya'ni uchinchi xil bir tarafi bor. Men buni ikkinchi mavzuda sizlarga so'zlay vatandoshlar.